Xonimchining uyida xamiri bor ekan. O'shani hozir biz somsa qilamiz. Qattiq mehnat qildim. Katta xamir yoydim mana. Endi buni hozir somsa qilib tugib olamiz. Xamirimizni kesib olamiz, tekis qilib. Qancha kuch ketadi bunga bilasizlarmi, ishonmaysizlar. Ishni davom qilamiz. Qiymalarni qo'yib chiqamiz. Miniatyurniy somsachilarimizni endi tugib olamiz, azizlarim. Teshigini qoldirmasdan mana mini somsachilar o'ng qo'limni o'ynatib tugib oldim. Endi buni hozir sariq surib, tuxumi sarig'ini surib, seda nashkalarimizni sepamiz. Mana bunaqa chiroyli qilib somsachilarim ustiga. Mana mini samsushkalarim duxovkaga kiryapti yarim soatga 180 gradusga. Ketdik. Somsani o'zini ham yesa bo'ladi, o'zimizdagi jaydar, lekin bugun souslab yeymiz, souslab. Uning uchun menga labni 2 qoshiqchalik kerak bo'ladi, ya'ni tvorожный sir. Mana soldik. Ozgina qaynab sovigan suvdan ozgina soldik. Chipotka soli deydi. Nargiz opani oilasi achchuni juda sevadi de, asallarim sevadi. Ozgina achchu solamiz. Ozginadan zgina bo'ldi, ko'proq bo'ldi. Qo'shib aralashtirdim, o'xshamadi, vilkaga o'tdik. Endi mana mashina qilib sous bo'ladi bu. Sous аппетитный. Самый раз degandek, самый раз. Mana san'at asarim pishdi. Endi bunga bezak berib, mazza qilib paqqos chiramiz. Somsachilarimizni souslab yeb ko'ramiz hozir. Ozgina qizil sousdan ham solamiz. Mana sousli bo'lgan somsani yeb ko'ringlar. Qani men bu eshitib-eshitdilarmi? Men eshitdim-da mikrofon. Endi boshqachasiga eshitira olmayman. Bismillahirrahmanirrahim. Hozir yeb ko'ramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Voy. Bundan qachib boshim zo'r bo'lar ekan. Umuman mazasiga gap yo'q. Gapimga ishonaveringlar azizlarim. Vashim mazasi zo'r. Hammangizga tavsiya qilaman. Sousli somsachilar объедение osh bo'lsin.